YouTube'dan kelgan savol: genetik kasalliklar 30 yoshdan keyin ham bo'ladimi? Mening yoshim 42da. Becker diagnozini qo'yishdi. Xo'p, nasliy genetik kasalliklar turli xil yoshlarda yuzaga chiqadi. Ya'ni gullash vaqti turlicha. Ya'ni birinchi o'rinda mana biz eng ko'p e'tibor beramiz bolalik davridagi nasliy kasalliklar. Lekin kattalarda ham nasliy kasallik to'lib yotibdi. Ya'ni 18 yoshdan katta bo'lgan bemorlarimizda ham uchraydigan nasliy kasalliklar juda ko'p. Bular qatoriga mushak patologiyalari, ataksiyalar, miyacha muammosi bilan, ko'ruv nervi diski muammosi bilan, asab tizimi muammosi bilan, eslab qolish muammosi bilan, Parkinson bilan, Alsgeymer bilan ketadigan nasliy kasalliklarimiz, neyrodegenerativ kasalliklarimiz juda ko'p. Nasliy genetik kasallikning debyut yoshi deymiz, ya'ni rivojlanish yoshi hamma nasliy kasallikni turiga bog'liq holatda qaysidir yoshda yuzaga chiqishi mumkin bo'ladi. Albatta mushak patologiyasi qo'yishyapti ekan sizda, bo'lishi mumkin albatta yoshi katta bemorlarda bu holat.